Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga eng dolzarb mavzulardan biri bo'lgan aql tishlari haqida gapirib bermoqchiman. Aql tishlari o'zi umrning keyingi bosqichida, ya'ni 17 yoshimizdan keyin balog'atdan keyingi davrda chiqadigan tish hisoblanadi. Umrning oxirigacha chiqishligi kuzatilgan eng avvalambor aql tishlar bu oziq tishlarning eng oxirgisi hisoblanadi. Va aql tishlarimiz qachon chiqadi va qachon chiqmaydi degan savollarga javob beramiz. Eng avvalambor bir vaqtlar insonlar qattiq taomlar bilan ovqatlangan. Ularning jag strukturalari shunga moslashgan va yaxshi normal o'sib kelgan. Bunday jag sistemasida aql tishlar sig'adi va hech qanday muammo keltirib chiqazmaydi. Bunday holatlarda og'iz bo'shlig'i aql tishlar bilan jami 32 dona bo'ladi. Ana endi hozirgi kunda biz ko'proq yarim tayyor mahsulotlardan foydalanayotganligimiz uchun, kundan kunga yeyotgan taomlarimiz yumshab borayotganligi uchun, bundan tashqari burun bo'shlig'idagi anomaliyalar, jag sohasidagi anomaliyalar mavjudligi sababli aql tishlar chiqishiga joy yetarli bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa aql tishlari chiqdi ham deylik, ammo o'sha sohada gigiyena, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi yaxshi bo'lmaganligi sababli aql tishlar keyinchalik muammolar keltirib chiqarishligi mumkin. Eng avvalambor aql tishlari bir necha holatlarda chiqadi. Normal holatda aql tishlar yuqoriga qarab tekis chiqsa, anomalik holatlarda bo'lsa, shu aql tishlari o'ng tarafga yoki tilimiz tarafga yoki jag'imizning bu tarafiga yoki old tarafga yoki orqa tarafga qarab egilgan holatda chiqadi. Ba'zi hollarda gorizontal holatda ham joylashib qolishligi mumkin. Ba'zi hollarda bo'ladigan bo'lsa, navarot 180 gradusga aylanib, pastga qarab ham o'sib qolishligi mumkin. Aql tishlarda mana shunaqa muammolar kuzatiladi. Sizga aql tishi chiqdi, endi uni sog'lomligi sizga foyda keltiryaptimi yoki yo'qligini bilish uchun eng avvalambor og'iz bo'shlig'ining gigiyenasiga e'tibor beriladi. Agar aql tishlar chaynovda ishtirok etayotgan bo'lsa, ularning atrofi doimo toza turadi. Chaynov jarayonida ovqat luqmalari bilan birga so'lakni tarkibi bilan birgalikda yuvilib, doimo sof holatda turadi tishimiz va muammo keltirib chiqazmaydi. Bunday holatlarda sizning aql tishingizni olishga ko'rsatma paydo bo'lmaydi, ya'ni olinmaydi. Ana endi qachon olinishiga kelsak, aql tishlar olinishiga bir nechta sabablar bor. Eng avvalambor shifokor, stomatolog tarafidan og'iz bo'shlig'ingizdagi holatdan kelib chiqib ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ko'rsatmalar bir nechta. Deylik, yuz anomaliyalarida tish qatorlari notekis holatda joylashganda, tish qatorlarini tekislashda ortodontik duo muolajasidan avval aql tishlar olib tashlanadi. Ya'ni yuqoridan ikkita, pastdan ikkita aql tishlarni olishlikka to'g'ri keladi. Chiqayotgan aql tishlarimiz distopiya holatda, ya'ni anormal chiqib qoladigan bo'lsa, bunday holatlarda ham tishlar olinadi. Ya'ni deylik, u gorizontal holatda chiqib qoladigan bo'lsa olinadi yoki bo'lmasa qaysidir burchak ostidan, deylik 30 gradus, 45 gradus burchak ostida joylashib qolgan aql tishlar chiqa olmaydi va uni olishga to'g'ri keladi. Ko'p hollarda mana shunday qiyshayib chiqayotgan aql tishlari undan avvalgi joylashib qolgan 7-tishning qaysidir do'mboq qismlariga tegib qoladi va o'sha joyda gigiyena buziladi va 7-tishni ham zararlab, unga zarar beradi. Bunday holatlarda eng ayanchlisi 7-tishni ham olib tashlashga ba'zida to'g'ri kelib qolishligi mumkin. Bu joyimizdagi pastki jag'imizning bo'g'imida har xil xurustlar paydo bo'ladi, qitirdashlar paydo bo'ladi, og'zimiz ochilishiga qiyin bo'lib qoladi. Bunday hollarda ham ginekologik muammolar sababli bu tishlarni olib tashlashga to'g'ri keladi. Va yana bir ko'rsatma, ortopedik konstruksiyalar, ya'ni tish qo'yish jarayonida xalaqit beradigan aql tishlari mavjud bo'lsa, bunday holatlarda ham aql tishlarini olishga to'g'ri keladi. Ana endi aql tishlaridan biz har doim aql tishlarini olib tashlavermasdan undan foydalansak bo'ladimi degan savolni o'rtaga qo'yamiz. Ha, albatta, ba'zi hollarda siz umringiz davomida qaysidir bitta oziq tishingizni oldirgansiz. Deylik, yuqorigi chap tarafdagi 6-aql tishingizni oldirib tashladingiz. Bunga sabab har xil bo'lishligi mumkin. Umrning qaysidir bosqichida shu tishingizni oldirib tashladingiz yoki shu tishingiz kavak bo'lib, chirib, juda ham yomon ahvolga kelib qolgan. Agar sizda sog'lom aql tishi bo'ladigan bo'lsa, aql tishini o'z o'rnidan olib, autotransplantatsiya qilib, 6-tishingizni o'rniga o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'niki, bunda tishingizdan donor vazifasida foydalanasiz. Shu sohaga implant qo'ydirmaysiz, o'zingiz tishingizni ko'chirtirib o'tkazasiz
va bu tishni ustini keyinchalik davolab ustiga bir dona 6-tish shakliga keladigan koronkalarni qo'yib o'zingizning tishingizdan tabiiy implant donori sifatida foydalanishingiz mumkin va bu autotransplantatsiya deyiladi. Va bu ma'lum bir talablar asosida bo'ladi. Ya'ni o'sha tishingizni anatomik shakli mos kelishi kerak, shu sohaga shu aql tishlari sig'ishi kerak, aql tishlaringizni shakli to'g'ri kelishligi kerak va bir qancha unsurlari kerak bo'ladi. Agar mana shu unsurlar topiladigan bo'lsa, o'zingizning tishingizdan donor vazifasida foydalansangiz bo'ladi. Endi aql tishlari chiqib kelayotganini qayerdan bilsak bo'ladi? Deylik, sizni pastki tarafdan aql tishingiz bezovta qilib chiqishni boshladi. Bunday holatlarda milk o'sha tarafda aql tishingizni xuddi bosh kiyim kabi o'rab qoplab turgan bo'ladi. Shu soha biroz shish hisobiga, yallig'lanish hisobiga biroz ko'tariladi va chaynov jarayonida yuqoridagi tishingizga tegib qoladi yoki bo'lmasa yutinishingizga xalaqit beradi va bunday holatlarda siz aql tishi chiqayotganligidan gumonlansangiz bo'ladi. Ana endi aql tishlarni qachon chiqishligi, chiqayotgan vaqtda nima bo'lishligini bilib oldik. Ana endi ularni olish jarayoniga o'tamiz. Agar siz hayotingizda qaysidir bosqichda aql tishingizni oldirishingizga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, eng avvalambor maxsus tekshiruvlar qilinadi. Ya'ni rentgenologik va og'iz bo'shlig'ini holatidan kelib chiqib, shifokor ko'rsatmasiga binoan aql tishi olinadi. Bunday holatda eng avvalambor rentgen talab qilinadi. Stomatolog shifokor rentgenda aql tishi qaysi gradus ostida yotganligi, qaysi tarafdan olish uni qulayligi va suyakka qanday o'rnashib olganligiga baho beradi. Klinik baho beradi va tish olish jarayonini boshlaydi. Tish olinayotgan sohada og'riqlantirish amaliyoti o'tkaziladi. Ya'ni tish olish jarayonida og'riq mutlaqo bo'lmasligi sababli va xirurgik muolaja, xirurgik yondashuv bilan shu tishlar yaxlit holatda yoki bir necha bo'laklarga bo'lish orqali olib tashlanadi va o'sha sohaga maxsus keyinchalik suyaklanish tezlashishi uchun maxsus vositalar qo'yilib, tishning ustki qismi klinik holatdan kelib chiqib tikib qo'yiladi va bu operatsiya jarayoni o'rtacha 15 daqiqadan 1,5 soatgacha davom etishligi mumkin. Aql tishlarini olib bo'lgandan keyin nima muhim? Aql tishlar olingandan keyin eng avvalambor shifokor ko'rsatmasiga mutlaqo amal qilish talab qilinadi. Ba'zi hollarda biz bemorlarga tish olish jarayonidan keyin qilish mumkin va mumkin bo'lmagan narsalarni tushuntirib bersak, loqaydliklari sababli aynan biz qilish mumkin emas degan narsalarni qilishadi yoki bo'lmasa kerakli bo'ladigan dori vositalarini olishmaydi, qabul qilishmaydi va o'sha tish sohasida yallig'lanish, kuchayib boruvchi og'riq, xuddi shu kabi muammolar paydo bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, eng avvalambor stomatolog ko'rigiga borasiz, maxsus tekshiruvlardan o'tasiz. Sizning vaziyatingizga to'g'ri keladigan qarorni qabul qilinadi, ya'ni olish yoki olinmasligi haqida qaror qabul qilinadi yoki bo'lmasa u tishdan donor sifatida foydalanish qarorlari qabul qilinadi va undan keyin kerak bo'lsa xirurgik muolajalar amalga oshiriladi. Siz bir necha kun shifokor ko'rigida bo'lib turasiz va qarabsizki, aql tishlardan xalos bo'lasiz. Sizga berib borayotgan ma'lumotlarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Qolganlarga ham manfaatli bo'lishligi uchun videomizni ulashib qo'ying.